Assalomu alaykum aziz do'stlar, hunarmandchilik va san'at ixlosmandlari. Siz Shah Style YouTube kanalidasiz. Bu kanalda biz pop-upchilik san'atining eng muhim va qiziqarli jihatlarini birgalikda o'rganamiz. Naqshlardan tortib, ularni chiroyli va to'g'ri chizish, matoga joylash, uyg'un rang tanlash va ustalarga xos sirlar bilan bo'lishamiz. Agar siz pop-upchilikni noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki mahoratingizni yanada oshirmoqchi bo'lsangiz, bu kanal aynan siz uchun. Bugungi videoyimizda esa naqsh chizish mavzusini ko'rib chiqamiz. Ya'ni naqshni qanday qilib to'g'ri boshlash kerak, chiziqlarni tekis va aniq chiqarish, simmetriyani saqlash hamda chiroyli ko'rinishga erishish usullari haqida batafsil gaplashamiz. Bu bilimlar keyingi kashta yoki pop-up ishlaringizda juda asqotadi. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki eng muhim maslahatlarni aynan oxirida aytib o'taman. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosishni va videoga like qo'yishni unutmang. Izohlarda savollaringizni yozib qoldiring, albatta javob beraman. Unda ko'p gapni cho'zmaymiz. Naqsh chizish san'ati bu aniqlik, sabr va tizimli fikrlashni talab qiladigan ijodiy jarayon. Bugungi videoda biz naqsh chizishni bosqichma-bosqich, tushunarli va amaliy usulda ko'rib chiqamiz. Naqshlar asosan kashta, mato bezagi va amaliy san'at turlarida qo'llaniladi. Shuning uchun naqsh chizishda faqat chiroy emas, balki qulaylik va aniqlik ham muhim hisoblanadi. Ishni boshlashdan oldin avvalo naqshning vazifasini aniqlab olamiz. Ya'ni bu naqsh qayerda ishlatiladi? Kashtadami, matodami yoki bezak buyumidami? Bu savolga javob berish naqsh murakkabligini to'g'ri tanlashga yordam beradi. Birinchi bosqich kompozitsiya. Kompozitsiya bu naqshning umumiy joylashuvi va muvozanatidir. Avvalo naqshning markaziy nuqtasini belgilaymiz. Markaz butun naqshning asosiy tayanchi hisoblanadi. Keyin markazdan chiqadigan yo'nalish chiziqlarini yengil qilib chizamiz. Bu chiziqlar yordamchi bo'lib, keyinchalik asosiy shakllarni to'g'ri joylashtirishga xizmat qiladi. Ikkinchi bosqich asosiy shakllarni joylashtirish. Bu bosqichda katta elementlar belgilanadi. Shakllar bir-biriga nisbatan simmetrik yoki muvozanatli bo'lishi kerak. Bu naqshning professional ko'rinishini ta'minlaydi. Uchinchi bosqich detallashtirish. Endi asosiy shakllar ichiga mayda elementlar qo'shiladi. Bu yerda shuni unutmaslik kerakki, kashta uchun naqshlar juda mayda va chalkash bo'lmasligi lozim. Chunki ip bilan ishlashda haddan tashqari murakkab chiziqlar qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli har bir detalni qo'shayotganda uning amaliy tomonini hisobga olamiz. Keyingi muhim jihat bo'sh joylar bilan ishlash. Naqsh to'liq to'ldirilishi shart emas. Bo'sh joylar naqshga yengillik va nafas bag'ishlaydi. Bu professional naqshlarning asosiy belgilaridan biridir. To'rtinchi bosqich chiziqlarni aniqlashtirish. Endi yordamchi chiziqlarni olib tashlab, asosiy chiziqlarni qalillashtiramiz. Bu bosqichda qo'l harakati ishonchli va barqaror bo'lishi kerak. Notekis chiziqlar naqsh sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Agar milliy naqsh uslubida ishlayotgan bo'lsak, gul, yaproq va geometrik shakllardan foydalanamiz. Bu elementlar naqshga o'ziga xoslik beradi. Beshinchi bosqich yakuniy tekshiruv. Naqshni to'liq ko'zdan kechiramiz. Simmetriya, muvozanat va umumiy ko'rinishni baholaymiz. Keraksiz yoki ortiqcha chiziqlarni olib tashlaymiz. Tayyor bo'lgan naqsh endi kashta yoki boshqa amaliy ishlarda foydalanishga tayyor bo'ladi. Naqsh chizishni o'rganishda eng muhimi muntazam mashq. Har bir chizilgan naqsh bu yangi tajriba. Oddiy shakllardan boshlang va asta-sekin murakkab naqshlarga o'ting. Shunda qo'l ham, ko'z ham rivojlanadi. Naqsh chizish bu aniqlik, sabr va badiiy tafakkur uyg'unligidir. Bu san'at tasodifiy chiziqlardan emas, balki puxta o'ylangan kompozitsiyadan boshlanadi. Qadimgi kashtachilik va bezak san'atida naqshlar asosiy o'rin tutgan. Har bir naqsh o'zida ma'no, tartib va estetikani mujassam etadi. Bugun biz ana shu an'anaviy yondashuvni zamonaviy uslubda qog'oz ustida ko'rsatamiz. Ishni boshlashdan oldin naqshning umumiy kompozitsiyasini aniqlab olish muhim. Bu keyingi bosqichlarda xatolarni oldini oladi.
Avvalo, naqshning markaziy nuqtasini belgilaymiz. Markaz bu butun kompozitsiyaning tayanch nuqtasidir. Endi asosiy yo'nalish chiziqlarini sekin va aniq harakatlar bilan chizamiz. Bu chiziqlar naqshning muvozanatini belgilaydi. Naqsh chizishda simmetriya muhim ahamiyatga ega. Simmetriya naqshga tartib va professional ko'rinish beradi. Har bir egri chiziq mantiqan asoslangan bo'lishi kerak. Chiziqlar bir-birini to'ldirishi, lekin takrorlamasligi lozim. Keyingi bosqichda asosiy shakllar aniqlanadi. Bu shakllar naqshning skeleti hisoblanadi. Endi mayda detallar ustida ishlaymiz. Aynan shu detallar naqshni oddiy rasm emas, balki san'at darajasiga olib chiqadi. Kashta uchun mo'ljallangan naqshlarda amaliylik juda muhim. Chiziqlar juda murakkab bo'lmasligi, ip bilan ishlashga qulay bo'lishi kerak. Shu sababli har bir elementni chizishda uning keyinchalik kashtida qanday bajarilishini hisobga olamiz. Naqsh chizish jarayonida bo'sh joylar ham muhim rol o'ynaydi. Ortiqcha to'ldirilgan naqsh og'ir va chalkash ko'rinadi. Muvozanat professional naqshning asosiy belgilaridan biridir. To'ldirilgan va ochiq joylar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar milliy uslubda ishlayotgan bo'lsak, an'anaviy shakllardan foydalanamiz. Gul, yaproq va geometrik elementlar naqshga o'ziga xoslik beradi. Bu elementlar ko'pincha tabiatdan ilhomlanib yaratiladi. Tabiat esa har doim eng mukammal namuna bo'lib kelgan. Keyingi bosqichda chiziqlarni aniqlashtiramiz va qalinlashtiramiz. Bu naqshning yakuniy ko'rinishini belgilaydi. Bu yerda aniqlik va barqaror qo'l harakati muhim. Har bir chiziq ishonch bilan tortishi kerak. Naqsh chizishda shaxsiy uslubni shakllantirish ham muhim hisoblanadi. Har bir ustaning ishlari chiziqlaridan tanilishi kerak. Buning uchun muntazam mashq va tahlil zarur. Har bir ish bu tajriba. Endi naqsh yakuniy bosqichga yaqinlashdi. So'nggi tekshiruvni amalga oshiramiz. Keraksiz yoki ortiqcha chiziqlarni olib tashlab, kompozitsiyani tozalaymiz. Bu naqshga professional va saranjom ko'rinish beradi. Tayyor bo'lgan naqsh kashta, mato bezagi yoki boshqa amaliy san'at turlarida foydalanishga tayyor. Naqsh chizish bu faqat rasm emas, bu tartib, mantiq va estetik didning ifodasidir. Agar siz ham bu san'atni chuqur o'rganmoqchi bo'lsangiz, asoslardan boshlang. Sabr bilan mashq qiling va har bir ishni tahlil qiling. Bugungi naqsh esa ana shu yo'ldagi navbatdagi professional qadamdir. Naqsh chizish bu shunchaki chiziqlar yig'indisi emas. Bu sabr, tasavvur va yurak bilan bajariladigan san'atdir. Har bir naqsh o'zida tarixni, madaniyatni va insonning ichki dunyosini aks ettiradi. Qadim zamonlardan beri naqshlar kashta, mato, uy-ro'zg'or buyumlari va bezaklarda qo'llanilib kelinadi. Bugun esa biz ana shu an'anaviy san'atni qog'oz ustida jonlantiramiz. Naqsh chizishni boshlashdan oldin eng muhim narsa shoshilmaslik. Har bir chiziq o'z o'rniga ega, har bir egri chiziq uyg'unlikni talab qiladi. Avvalo, markaziy nuqtani aniqlaymiz. Naqshning yuragi aynan shu yerdan boshlanadi. Markaz bu muvozanat, tartib va go'zallik ramzi. Sekin-sekin asosiy shakllar paydo bo'la boshlaydi. Bu shakllar oddiy bo'lishi mumkin, ammo ularning joylashuvi naqshning umumiy ko'rinishini belgilaydi. Naqsh chizishda simmetriya muhim rol o'ynaydi. O'ng va chap tomon, yuqori va pastki qism bir-biri bilan uyg'un bo'lsa, naqsh ko'zga yoqimli ko'rinadi. Har bir chiziqni tortayotganda qo'l emas, ko'proq yurak ishlaydi. Chunki naqsh bu his-tuyg'ular ifodasidir. Endi mayda detallarni qo'sha boshlaymiz. Aynan shu detallar naqshga jon bag'ishlaydi. Gul shakllari, yaproqlar, egri chiziqlar, bularning barchasi naqshni boyitadi. Kashta uchun mo'ljallangan naqshlar odatda aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Chiziqlar juda murakkab bo'lmasligi, ip bilan ishlashga qulay bo'lishi muhim. Shu sababli har bir elementni chizayotganda uning keyinchalik kashtida qanday ko'rinishini tasavvur qilamiz. Naqsh chizish bu sabr mashqi. Bu jarayonda vaqt qanday o'tganini sezmaysiz, chunki inson diqqatini butunlay ijod egallaydi. Endi naqsh yanada to'liq shaklga kirib bormoqda. Bo'sh joylar asta-sekin to'ldiriladi.
Ammo ortiqcha elementlardan qochamiz. Chunki go'zallik me'yor bilan, naqshda nafas bo'lishi kerak. Har bir qism o'ziga joy topishi zarur. Agar xohlasangiz, naqshga milliy uslub ham qo'shishingiz mumkin. An'anaviy o'zbek naqshlarida ko'pincha gul va o'simliksimon shakllar ishlatiladi. Bu shakllar tabiatdan ilhomlanib yaratiladi. Tabiat esa eng mukammal ustozdir. Chiziqlarni sekin qalinlashtirib, naqshni yanada aniqlashtiramiz. Bu bosqichda naqshning yakuniy ko'rinishi yaqqol namoyon bo'ladi. Naqsh chizishda eng muhim narsa o'z uslubingizni topish. Har bir insonning qo'li, fikrlashi va didi boshqacha. Shuning uchun hech qachon o'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Siz chizgan naqsh bu sizning imzoingiz. Endi naqsh deyarli tayyor. So'nggi mayda tuzatishlar kiritamiz. Keraksiz chiziqlarni olib tashlab, muvozanatni tekshiramiz. Tayyor bo'lgan naqsh kashta, bezak yoki boshqa ijodiy ishlarda foydalanishga tayyor. Naqsh chizish bu tinchlanish, o'zini topish va ijod qilish jarayoni. Bu san'at insonni shoshqinlikdan uzoqlashtiradi va ichki sokinlik bag'ishlaydi. Agar siz ham bu san'atga qiziqsangiz, ko'proq mashq qiling. Har kuni kamida biroz vaqt ajrating. Chunki har bir chizilgan naqsh bu tajriba. Har bir tajriba esa mahorat sari qadamdir. Bugungi naqsh ham ana shu qadamlarning biridir. Bugungi darsda chizilgan naqsh esa sizning mahoratingizni oshirish yo'lidagi navbatdagi qadamdir. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Siz bilan Shah Style kanali edi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Yangi videolarda ko'rishguncha, xayr.